to'rtta 5ta joyda kraska chiqdi. Probegini tekshiramiz deganda egalari quvyordilar. Xalqimiz sevgan o'sha legendarniy Nexia 2. Mokriy rangda bir vaqtlar mana shu mokriy rangni o'ziga narxi 2-3 million farq qilgan chigarlar. Aka aytibdilar, kraska, probeg hammasi halol, top-toza 100%. Bitta tekshirib chiqamiz chigarlar. Mana boshidan kraska egalar. 360 mana shu. Buyog'i toza. Changligi uchun 143, 170, 162, 233, 233, 550, 582, 966, 1008. Mana shu joyga kraska bor sizlarmi? Yo'q, mana shu joyga kraskasi bor ekan. 764, 401. Mana shu yoqqa xullas, mana shu yoqqacha kraskasi bor ekan. Mana shu nimamda kelganda xullas, mana shu yoqda mana shunday kelgan. Manbalarida 157, bu yoqqa ham ozroq sepilgan ekan. 164. Pasini ko'raylikchi. 128. Bu yoqlari toza. Men 146 ga e'tibor qilmaysizlar, bu changlik uchun shunaqa ko'rsatyapti. 97 eshiklari toza. 81, 64, 92, 87 eshigi toza. Chap kriloda bor ekan. 105 eshigi toza. 100 eshiklari toza. 155. Arqa krilosiga mana shu yerga ham bor girdiga. 159, 192 mana shu yerda ham bor. Eshigini ko'ramiz. 105. Eshigi toza ekan. 2016-yil 130, 142, 125, 141, 111, 111. Orqa krilosi toza ekan, xudo xolasa. Orqa kapotni ko'ramiz akalar. 112, 112, 112, 89. Orqa kapoti toza ekan, xudo xolasa. Endi krilolarni bir sidra boshdan. Mana shu orqa kriloga ham kraska bor ekan. Orqa kriloga ham kraskasi bor ekan-ki. 124. Xo'p, 132 mana shu yerga bor ekan. Petno bor ekan. Mana 1780 o'zi qizil beradi 527, 527, 150. Mana shu yoqqa mana shundagina petnocha bor ekan jigarlar. 372 bu yoqqa ham bor. Bu yoqqa ham bor. Mana shunaqasiga kelib mana shunday kraska tekkan ekan. 335. 230 mana shu girdiga ham bor akalar. Eshigini ko'ramiz. Eshikka ham bor ekan. O'zim aytib turibdi kraska borligi. Naglas bilsa ham bo'ladi. 412. 160. Xullas eshikka ham bor. Bunaqa ko'rishda ham hojat yo'q. Kraskasi ko'p ekan. 91, 76. Passajir oldi eshigi o'ziniki radnoy ekan. Toza chiqdi. 90, 90, 117, 108, 108, 96, 96. Toza. Kapotini ko'ramiz akalar. Ha, kapotida nima gap ekan? 90. Kapoti shu bosh-boshlarni ko'rsanglar, bu Nexia 2 da tekkan gasa salgina oldidan udar bo'lsa, mana shunaqasi ham kapot qaytadi birdaniga. 95, 117. Mana bu yoqqa nimadir tekkan ekan. 105, 97. Hech narsa emas, toza ekan kapoti. 106. Kapoti toza, xullas ko'rib chiqdik.
Mana shu yoqqa bu orqa kriloga, narigi taraf kriloga, orqa eshigiga kraskasi bor ekan. Endi xudo xolasa Kraskasi bor ekan deyapti. bunaqasini probegini tekshirib chiqamiz. Xullas jigarlar, ko'rib turgan Nexia 2lari 4 ta joyda kraska chiqdi. Probegini tekshiramiz deganda egalari quvordilar. Yo'q, bo'ldi, kerak emas. Boshqa ishingni qilgan deb quvordilar. Kelgan klientlarga mashina sotildi deb aytdilar. O'shaning uchun aldanib qolmaslik uchun bizning kanalga bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilinglar. Любой mashinani kraska, probeg kerak bo'lsa diagnostika xizmatlarini ham bemalol qilib tekshirib beramiz.